taksilarga yopishtirgandan ko'ra, men qiyshiq avtobuslarni to'g'rilab qo'ysanglar-chi. Umringizda qiyshiq avtobus ko'rganmisizlar? Agar ko'rmagan bo'lsangiz, shu baxtni sizlarga ko'rsataman. Va qiyshiq avtobus, voy, onasini emsin bor. Ichi to'la odam, avtobus sasi yotibdi. Hidagaki umuman chidab bo'lmaydi. Transport vazirligidagilar mashina ustida turadigan xodimlar bundoq qaranglar, hadeb taksilarga yopishtirmasdan litsenziyasi bor odamni ham qo'ymayapsizlar ishlashga. Litsenziya oldi deylar, oldik. Moshinani tomiga shaxmat yopishtirdi deylar, yopishtirdik. 080 spravka dedinglar, qildik. Endi nimamish? Eshikning yoniga ham shaxmat yopishtirish kerakmish. Va baraka topkurlar, litsenziya olib, soliq to'lab, pulini to'lab ishlayotgan taksilarga yopishtirgandan ko'ra, men qiyshiq avtobuslarni to'g'rilab qo'ysanglar-chi. Yo'llarda ko'ryapmiz, yonib ketyapti avtobuslar, buzilib qolyapti avtobuslar. Undan ko'ra mana shu avtobuslarga qarasanglar-chi, 100 ta odam ketadi mashina ichida. Hadeb taksilarga yopishtirmasdan, litsenziya olib ishlayotgan bo'lsa ham tinch qo'ymaysizlar. Yo'llarda to'xtab turasizlar. Nimasi bu?